Yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas, uni odamlarning o'zi maqtashadi, e'tirof etishadi, foydali ekanligi haqida gapirishadi. Kadelto Total mahsuloti bo'g'im og'riqlariga, demak, davo bo'luvchi dori hisoblanadi. Biologik faol qo'shimcha va ushbu demak qo'shimchani ko'pchilik e'tirof etyapti, bo'g'im og'riqlariga foydali bo'layotgani haqida gapirishyapti. Hozirgi lavhada aynan mana shu masalada bezovta bo'layotganlar to'liq aniq ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Fotimoni bu yil 65 yoshni qarshilaydi. 4 farzandning onasi bundan 10 yil oldin bo'g'in yemilishi kasalligi bilan og'rigan va o'shandan buyon bu kasallikka qarshi kurashib yashaydi. O'tirsa tura olmas, tursa ham yurishida oqsoqlanish bor edi. Bo'g'inlardagi og'riq sabab hatto yaqinlari bilan ham kam vaqt o'tkazardi. Yillar davomida uni qiynagan dardning tibbiyotdagi nomi shunday: artrit. Faoliyatining 12 yilini Germaniyada bemorlarni davolash bilan o'tkazgan shifokor kasallik haqida ayrim faktlarni gapirdi. Dunyo statistikasi bo'yicha bo'g'imlar va suyaklar kasalliklari oqibati 72% holatlarda nogironlik bilan tugaydi. Agar bo'g'im kasalliklari e'tiborsiz qoldirilsa yoki noto'g'ri davolansa, bu bemorlarimizni oqibatda nogironlik aravachasiga yoki butunlay to'shakka maqlab qo'yishi mumkin. Fotima onada ham xuddi shunday xavf bor edi. Biroq u bundan bir oycha avval davolanish jarayoniga qo'shimcha tarzda Kadelto Total biologik faol qo'shimcha mahsulotiga buyurtma berdi. Bo'g'imlar esa uni anchadan beri bezovta qilmay qo'ygan. Bo'g'im og'rig'i sizni bezovta qilsa, 71 kodi bilan 230 69 69 raqamiga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.